Assalomu alaykum. Vloglarga qaytdik. Demak, bugun Samarqandga ketyapmiz. Samarqandda 2 kun bo'lamiz. Menimcha yaxshi vaqt o'tkazadi. Umrimda birinchi marta poyezdga chiqaman. Shahardan shaharga boradigan poyezdga umrimda birinchi marta chiqaman. Qani ko'ramiz qanaqa bor, qanaqa yo'q. Ketdik bo'lmasam agar. Hop, birinchi hozir metroga tushib, metrodan vokzalga borish kerak. Keyin vokzaldan poyezdga o'tiramiz, keyin Samarqandga qarab olg'a. Poyezd 8:40 da, hozir 6:57 bo'libdi. Eson-omon yetpasa bo'ldi qisqasi. Qo'limda juda kichkina bo'ladi bo'lgandim. Yo'q, juda kichkina emas, kichkina ekan. Juda ajoyib bo'ladi bo'lgandim. Yo'q, lekin katta rivojlangan davlatlarnikiga o'xshagan vokzal yaxshi bo'ladi, lekin juda kichkina. Restoriyasi ham juda kichkina bo'lmadi. Bo'ldi, hozir vagonga chiqib qolsak bo'ldi уже. Sigal. Mana bizni joyimiz. Bunga joyimga chiqib oldim. 1 soat vaqt bor menimcha. Qani ketdik masalan. Hozir deyarli odam yo'q. 3 kishi odam bor bundan tashqari. Hozir kutamiz. Biz qimirlashni boshladik o'zi. O'zi bor. Xudoga shukr, yonimda ishlaydi. Endi mana g'azga o'tirib ketaman hozir. Let's go. Qarab ketamiz biz bilan. Oldinga qarab ketamiz. Samolyotda ham deyarli shunaqa bo'ladi. Samolyotda lekin space juda kichkina. Bu yerdan qo'shilsa Samarqandga yetib keldik. Sizlar bilan ertaga gaplashamiz. Yo, ikkinchi kun уже. Bugun ikkinchi kuniga уже chiqdik. Let's go then. Now we are going to Registon. Sen hozir Registonga borib ko'ramiz. Nima bor, qanaqa yo'q. Qanaqa bor, qanaqa qizlar bor. Yeah. Mana bu Registon, Samarqand ko'chalari. Toshkentda yo'l tramvay, Samarqandda bor ekan. Mana shu taraf qizib bo'ldi. Tramvay. Let's go.
Ha. Yilda bir marta lazerli shou bo'ladi, polni 3D bo'ladi. Qanchalik 3D bo'ladi lazerli shou. Qanaqa nima nom? Registon nomi nima? Registon so'zining ma'nosi bu qumloq joy degani. Bu ko'rib turgan binolaring har xil vaqtlarda qurilib bitkazilgan. Masalan, ko'rib turgan madrasalaring Mirzo Ulug'bek 1417-yilda qurilishni boshlab, 1420-yilda qurilib bitkazilgan. Bu yerdagi madrasalar har xil vaqtlarda qurilishni boshlab, qurilishlari tugatilgan. Bu yer, ya'ni Registon maydoni oldingi Samarqand, ya'ni qadimiy Samarqandni markaziy joylaridan bo'lgan. Hozir chap tarafdagi madrasaga kirib ketyapmiz. Hozir ana yerdan naqasini o'qib beraman. Qani chap tarafdagi nomi nima ekan? Ha, mana bu aytganim birinchi qurilgan madrasamiz ekan. Mana Ulug'bek madrasasi 1417-yilda qurilgan. 800 yil. Bu yerda har xil manaqa narsalar bor. Ana bunaqa do'ppi olish kerak edi. Rasadxona maket. Ulug'bek rasadxonasi shu ekan-da. Haqiqiy odamlar bu madrasaning madrasa shunaqa deb qo'yibsiz. Mana bu yoqda menga mana голубой narsa. Qavorang. Shoshma. Mana ma'nosini kim hamma joyda bo'lishini. Mana juda ham shu devorlarda ham shu hamma narsada shu ana sher tag'in quyosh rasmi shunaqa narsa 2 so'mtalikda ham bor bo'lsalaring. Ma'nosini kim biladi? Yozinglarchi kommentariyada, men nimaligini bilmadim. Registon maydonidagi iborat 20-asrning boshlari foto nusxa. Odamlar mana yerlarga ham chiqmagan. Ulug'bek madrasasi ekan-a. Oldin buzilib ketganda qarang sirpaytda. Katta house. Oho, Samarqand madonnasi ekan. Darvesh libos jamlanmasi 19-20-yillari. Paranjalar. Nafaqat yuzi balki qo'li ham ko'rinmagan. Massalar. Qaranglar. Endi sizlardan so'rayman. Ayolni sochi, bu qara, kimdir sochi bo'lgan ekan. Qaranglar, eshiklar juda kichkina. Nimaga eshiklar juda kichkina bo'lgan? Kim biladi? Juda kichkina. Bu yerga bu madrasaning nomi nima edi? Oyoq kiyimigacha kirish kerak ekan. Mana chiroqligini qaraydigan narsalar bor. Registon madrasasi, Registon maydonidan уже ketyapmiz. Juda qiziq narsalar bor. Juda ko'p qiziq narsalar bor. Vaqt sarflab bir kun sarflasa menimcha hamma narsani ichirdan, ya'ni detallargacha tushunib, qarab, ko'rib, o'rganib ketsa bo'ladi menimcha. Juda go'zal. Endi hozir birinchi prezidentimizni qabriga, keyin Shoh Zindiga borib, ko'rib, qarab, nima borligini ko'rib ko'ramiz. Ozgincha uzoq qolgan u yer. Zere bibi xonim ekan. Bu yer hech qanaqa remont qilinmagan ekan. O'rtog'im aytayotdi, mazgiylar shunchaki shoh qilib qo'ydi deb. Lekin buni ham o'zini vibe bor lekin menimcha. Assalomu alaykum. Kiyib kirsam bo'ladimi? Necha pul bo'ladi? Bu yer ham menimcha boru, bu yer boru. Ana shu xarandagi ayollar turadigan joy bo'lsa kerak bu do'st. Bu kostyum juda baland, bu mancha krep. Bu juda las kostyum bo'ladi.
Yo, menimcha bori bu Amir Temurga kim shoh bo'lgan payt bo'lsa-chi, ana shu ayollarni shu yerda saqlagan deb o'ylayapman men bori. Naqa joy uchun slishkam katta. Ha, 200 ta xotining bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Hozir mana katta menimcha Qur'on bu. Hamma kelib rasmga tushyapti bu yerda. Qayslar bo'yicha odamlar tegilgandan keyin mana shunaqa yopib qo'ygan ekan, steklanmay qilib. Shunaqa. Do'stlar, mana birinchi prezidentimiz Islom Karimovga qabri. Hozir Odamlar o'tiribdi. Menimcha kirish u tarafdan. Yo, menimcha Qurbon hayiti bo'ldi. Ana shunda shu yerda qo'y so'yishgan. Turistlar kelib, nima balo ekan, bu yerda odam olishammikan desa kerak. Odamlar rostdan ham sanashyapti-da. Nima bu? kimdirdi yozilgan odamni masjidxonaga kirib ketib qaytib chiqmaganda o'shanga ham orqasidan qo'ygan-ku, ushlab qo'yganda ma'lumotni yopib blok qilib tashlagan qaytib chiqmagandan keyin. Hozir ichi yaxshi ko'rinmadi. Ana shu xabar biz payg'ambarimizni amakivachchasi sardoshini qabri ekan. Do'stlar, videoni shunaqa high notada yakunlaymiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, chunki ancha harakat qildim, anchadan beri kelishga harakat qildim va keldim. Video shunaqa high notada tugaydi. Telefonimiz zaryadi ham tugayapti. Bye. See you.